Hozir Toshkent farmatsevtika instituti o'qituvchilari tomonidan demak organik sintez modulidan nitrobenzol sintezi laboratoriya ishini amalda qilib ko'rsatishga harakat qilamiz. Bu laboratoriyani olish uchun quyidagi moddalar kerak bo'ladi. Birinchi demak nitrat kislotasi, konsentrlangan benzol hamda olingan mahsulotimizni nitrobenzolni tozalash uchun demak biz natriy karbonatdan hamda kalsiy karbonat kalsiy xlordan demak foydalanamiz. Laboratoriya ishini olib borish uchun biz tomonidan demak quyidagi ustanovkani yig'dik. Demak 250 ml kolba. Bu kolbaga demak biz 100 gradus deleniyadagi termometrni uladik hamda aytaylik ajratgich tomizgich voronkani uladik hamda demak ish uchun kerak bo'lgan suv hammomi va hamda aytaylik elektr isitgich priborlardan foydalanamiz. Endi o'sha laboratoriya ishida ko'rsatilgan miqdorda har bir moddadan kerakli miqdorda demak kolbalarga solib bu ishni bajarishga harakat qilamiz. Demak bu ishni bajarish uchun birinchi nitrat kislotadan demak 20 ml menzurkada o'lchab demak o'sha 3 og'izli kolbamizga solamiz. So'ngra demak kolbani og'zini yopib o'sha tomizgich voronkamizga benzoldan demak 18 ml benzoldan o'lchab solamiz. ml benzoldan solib demak tomizgich voronkasiga solib olamiz. Demak benzol hamda nitrat kislotasini solib olganimizdan keyin kerakli miqdorda endi isitgich plitamizni demak qizdirishga harakat qilamiz. Demak to'kuvlaymiz. Demak suv hammomini ishga tushirishimiz kerak. Reaksiya 40 gradusda demak reaksiyamizni olib boramiz. Chunki uni yuqori temperaturaga ham ko'tarib bo'lmaydi. Ko'tarilsa demak dinitrobenzol hosil bo'ladi. Men uni bilamiz, u portlovchi modda hisoblanadi. Shuning uchun buni ehtiyotini qilishga harakat qilamiz. Demak asta sekin benzol qiziy boshlaganda mana biza hozir ko'ryapsizlar. Benzolni tomchilagich voronkada tomizib nitrat kislotasiga tomizib turibdi. Ajratgich voronkadan demak benzol nitrat kislotasiga tomib turibdi. Termometrda demak bu yerda gradusini kuzatib boramiz. Da 45 minut davomida ushlab turadi. Demak 40-50 gradus temperaturada 45 minut demak bu reaksiyani davom ettiramiz. Reaksiyada demak temperatura 30 gradusga chiqdi. Hali demak benzol reaksion sistemaga tomib turibdi hozir.
hosil bo'lgan nitrobenzolni Natriy tozalab olish uchun natriy karbonatni isitlangan suvda eritib tayyorlab olamiz. minutdan keyin shuni Sikla hop hozirlab nitrobenzol olishda demak reaksion sistemaga benzolning tomishi tugab bo'ldi. Endi uni ajratgich varonani chetga olib, reaksiyani yana o'sha 45 minut davom ettirish uchun temperaturada ushlab turibdi. Hozir temperatura 45 gradus Selsiyaga ko'tarilib qoldi. Reaksiya davom etyapti. bular bacha Hop, mana natriy karbonatni suvdagi eritmasini demak men hozir o'sha reaksion sistemaga qo'shamiz. Mana nitrobenzol olishda mana bunda hozir ajralayotgan modda karbonat angidrid chiqmaguncha mana demak tomizamiz. suvni yo'qotish uchun kalsiy xlor solamiz. Ha, mana suvda eritma natriy karbonat solib, demak karbonat angidrid chiqib ketguncha biz bu ishni davom ettirdik. So'ngra reaksion sistemadagi suvni yo'qotish uchun, yo'q qilish uchun demak kalsiy xlor granulalaridan foydalanamiz. Bo'ldi, почти. Mana Endi sekin granula. mana endi kalsiy xlor granulalarini solib, ichiga tushgan suvdan tozalaymiz. Bilamizki, demak kalsiy xlor suvni tortish xususiyatiga ega. Tutib qol. Oqcho'pni hosil bo'ladi. Demak reaktor sistemada demak oq cho'kma hosil bo'lib, nitrobenzol ajraladi. Demak nitrobenzolni ajratish. Keyin hosil bo'lgan suyuqlikni ajratib olib, haydash qurilmasini yig'amiz va undan nitrobenzolni ajratib olamiz. Bo'ldi. Endi bundan demak nitrobenzolni haydab olish uchun mana Liebig sovutgichini reaktor sistemaga ulaymiz va uni mana shu suv hammomida asta-sekin qizdirib nitrobenzolni haydab olamiz. Ustanovkani o'zgartiramiz, e'tibor beradigan bo'lsa. Mana reaksion sistemada hosil bo'lgan nitrobenzolni haydab olish uchun ustanovkani yig'ib oldik. Mana kolbamiz, переходник o'tkazgichimiz va unga ulangan termometr, Liebig sovutgichi suvga ulangan va uning alonj hamda yig'gichlarni demak o'rnatib oldik. Endi demak isitib nitrobenzolni yig'ib olamiz. So'ngra uni demak necha millilitr ajralib chiqqanligini o'lchab olib, keyin jadvalda moddiy balans hisobini qilib olamiz.
mana nitrobenzolni sekin asta qizishni boshladi. Hozir demak nitrobenzol bug'lari yuqoriga ko'tarilib, sovutgichda demak tomib, kondensatsiyaga uchrab, demak yig'igichga sekin asta yig'iladi. Demak, hozir yuqori temperaturaga ko'tarilmoqda. Demak, nitrobenzol haydashi 200 gradusdan yuqori. Haydash harorati. Nitrobenzol sintezi bo'yicha materialniy balans, ya'ni moddiy balans hisob-kitobi quyidagi jadval asosida olib boriladi. Jadval tagida demak reaksiya tenglamasi va reaksiya tenglamasi asosida jadval hisob-kitoblari olib borilgan. Bu yerda demak nazariy hisob qilingan. Demak 3 ta ustunda demak qiymatlar bir-biriga teng bo'lishi kerak. Va oxirgisi demak amaliy ish bajarilgandan so'ng olingan natijalar asosida olib borilgan hisob-kitoblar berilgan. So'ngra esa demak olib borilgan hisob-kitoblar natijasida demak mahsulot unumdorligi hisobi chiqarilgan. Bu ishni har bir talaba demak o'zi bajaradi, ya'ni amaliy qiymatni o'zi chiqaradi. Demak bu yerda nitrobenzol 23 gram chiqqan. Shuning uchun 23 gramga asosan demak bu yerda mahsulot unumdorligi hisoblangan. Talabalar mana shu 23 amaliy hisobni demak har xil qiymatlarda o'zi olib borib moddiy balansni demak hisobini chiqarishi mumkin bo'ladi.